Abdülhamid Tursun'un yurak so'zlari bor. O'zini taklif qilaman. Marhamat Tursun. Assalomu alaykum. Hurmatli aziz qarindoshlar. Hammamizga ma'lum, bugun Dünya İnsan Hakları Kuni munosabati bilan bu yerga to'plashib, o'zimizningki Xitoyga bo'lgan noroziligini bildiryapmiz. Belki kelgan qarindoshlarimizdan hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Bugun namoyishning bo'ldiganini anglab, tunagundan boshlab qarindoshlarimiz tayyorlik qilishga boshlagan. Qanday qilganda shu vatandagi qarindoshlarimizning ahsorini anglataman. Qanday qilganda yig'izlarni mashada paylaşib, bölüşüp, tam anlatıp, cemaatin istaşkını qo'zg'ayma degan maqsad bilan to'plashib kelyapsizlar. Allah razı olsun sizlardan. Yuqorida qarindoshlarimiz deb o'tayotgandek vatanda ahvol bek ig'ir, ko'chalarda odam qolmayotdi. Turmalar to'shib bordi. Qabristonliklar, zaratkorliklarning doirasi kamayib ketib bordi. Bunday ahvol ostida o'tgan bo'lsa qo'payli, qo'pqon bo'lsa yugurayli, qo'limizga nima chiqib ko'ch-ko'chib yig'lasak yig'lab, o millatni qutqizgandan yo'llik qilsak, bir millat sifatida tuyab ketib bordi. Mana shunday bir ahvol ostida Xitoy bosh tumayotdi qarindoshlar. Xitoy vatan sirtiga bir qism jasus, ishbiron, xonlarni ishqilib, vatan sirtiga da'voning yo'nalishini nishonni o'zgartirib bordi. Xitoyning butun dunyodagi millatlar ichidagi eng birinchi dushmani Uyg'urlar. Uyg'urdan boshqa bir millat dushmani yo'q Xitoyning. Xitoyning davlat sifatida eng ashaddiy dushmani Amerika. Amerikadan boshqa Xitoy dushman deb hisoblanmaydi. Mana mushtaq ahvol ostida Xitoy vatan sirtiga jasus xayolini ishqilib, Amerikaning oldiga yurib, namoyish qilinglar, vaqilinglar, Amerikaning chorasini chiqdi yenglar, sharmanda qilinglar deb Amerika konsulining oldida namoyish qilishga indayotdi. Nat sabab bo'laylik qarindoshlar. Amerika bizning dushmanimiz emas. Xitoyning uchun Amerikaning dushman deydi. Amerika kichik davlat dushman deydi. Yana birisi Uyg'urlarga yordam qilganlik uchun dushman deydi. Bu sababdan Uyg'ur bilan Amerikaning olisini buziman deb qilayotgan yordamlarni to'xtaman deb bir turkum jasuslarning qo'liga bayroqni tutqizib, konsulning oldiga chiqarib, voqea xizmatida. Buning niyat hushyor bo'lish kerak qarindoshlar. Bir xoin jasus peshonasiga men jasus deb yozilish shart emas. Bu yo'q. Hammamizga oyoq qarindoshlar. 2011-yili Germaniya hukumati biz Uyg'urchilar xoin, jasus deganimiz yo'q. Bu Uyg'urcha xoin jasus emas. Bizim gumon qilamiz, qo'limizda shubhamiz, va qo'limizda imkon bo'lmagan amalimiz yo'q. Yani bazı işler çıktıklarımız. Ama German hükümeti Verfassung Schutz Texatarlık dairesi yıllarca kaynak düşüp, taşırıp, bütün nersini kontrol kılıp, resimli dağıtıp, ovazını elip, nek pakit balığı düşkendeki için ahir ondan hareketli başlarımızda 4 hainini yege bastırıp girip, her birini yege 20-25 kişi saksı bastırıp girip, ünlü aktırıp, 4 tutulgan hainninki birisi hazır konsolning oldida rasmiy bayroq ko'tarib namoyish qilish boshlayotdi. Shuningdek, hushyor bo'laylik qarindoshlar. Bizning dardimiz bek ig'ir, dardimiz bek ko'p. Bunday ahvolda bunday xoin jasuslarniki harakatlariga hushyor bo'lib oldini olsa bo'lmaydi. Men bulardan gapirmaymanki, mayli tashkilot sifatida, mayli jamoat sifatida gapirib, kim bilan bunday xoin jasuslar bilan salomlashir ekan, kim to'ytun malikasiga chaqirar ekan, kim bilan o'tirib qo'yar ekan, Alloh la'nat qilsin, rasvo olsin, yoziqlar olsin. Millat siz qilib ketibdi. Qilib ketganida shakchigini aylamay, maydonni iliq qilmasdan, mana jasuslarga sukut qilib turishni o'zi la'nat olsin. Bundan ko'proq qarindoshlar.